Mana shu murojaat do'stlar. Bo'lgan hodisa bo'yicha, Furqat tumanidagi bo'lgan hodisa bo'yicha o'sha ayol direktor, maktab direktori ayol bilan soliq inspektori xodimi o'rtasidagi munosabatlardan, ya'ni ularni shikoyatidan shakllangan hodisani 235-modda bo'yicha ayb bormi yo'qmi, haqiqatda urib yechintirib videoga olinganmi yo'qmi, shuni Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik tashkiloti tekshirishligini iltimos qilaman. Talab qilaman, kerak bo'lsa o'zbek fuqarosi sifatida. Buni tekshirib berishsin bizga. Asosiy mojaro shu yerda. U xodimlarni begona uyga kirib borishligi, videoni olib uni ushlab turishligi, u rasman tasdig'ini topib, javobgarligini olyapti 4 yilgacha. Mana bu modda bo'yicha ayblanyapti hozir bularni tuhmati bo'yicha. Bular meni bilimimcha tuhmat bu. Agar tuhmat bo'lmasa, narigi tarafni ayblab 5 yildan 10 yilgacha qamoqqa kan 10 yil berishsin. Tarafdoriman shuni. Agar topilmasa, bu murojaat, ya'ni 235 bilan qilingan murojaat tasdig'ini topmasa, hali tasdig'i topilmagan hodisani tarqatgani uchun Sirojiddin Mediyani, Otabek degan o'sha blogerni va shuni yoritgan Kun.uz'ni, ya'ni kimda kim shuni yoritib, o'shani ya'ni xalqni orasida noto'g'ri tashviqotni tarqatganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortishingizni talab qilaman.